Instagramni aktiv yuritayotganimdan beri bilasizlarmi nima esimga keldi? Nimani menga yana bir bor tushunishimga yordam berdi? Negativlar asosan. Nima uchun O'zbekistondan ketganimni, nima uchun o'zimni O'zbekistonda baxtli his qilmaganimni yana bir bor eslatdinglar menga. Mana shu narsa, masalan, yillar o'tib men sog'inaman yurtimni juda ham. Borgim keladi tez-tez hozir. Onamlar uchun ham, singillarim uchun ham. Lekin men tushundimki yana bir marta esimdan chiqib ketibdi. Даже nima uchun men bu yerga kelib yangi hayot boshlaganim esimga tushdi endi. Sizlarni tashqi ko'rinishga juda ham yuzaki narsalarga o'chliklaringiz, hammalaringizni. Ko'pchilik afsuski, hamma demaymiz, ko'pchilik afsuski qanday video olasiz farqi yo'q. Sochingiz bunay, qoshingiz bunay, uyog'ingiz bunay, buyog'ingiz bunay, semiribsiz, ariqlabsiz va boshqa hokazo narsalar. Siz erkakka o'xshaysiz, siz qarisiz. Uyalmaysizlarmi shunaqa gapirishga? Вообще uyalmaysizlarmi? Masalan, men odamlarga shunday gapiraman, odamlarga shunaqa ishlarni qilaman. Chunki bilamanki, men o'zim ham shunaqa muomalani xohlayman boshqalardan. Sizlarga qaytib keladi hammasi. Hayot bumerang. Kimga nima qilsalaringiz, nima desalaringiz qaytib keladi o'sha narsa. O'shani o'ylab ko'ringlar.